Ustoz, islom nuqtai nazaridan musiqa insonning qalbiga qanday ta'sir qiladi? Mushu illatdan insonningki diniga, aqliga, bu qalbni buzganlik sababdan bu musiqa harom qilingan. Ulamolar aytishadi, bu qalbni ba'zilar qaltirib qo'ydi degan, ba'zilar o'ltirib qo'ydi degan, ba'zilar aqlni buzadi degan. Bunun turli nimalar bor. O shu illatdan Alloh subhanahu va taolo yani bu shariatda bu aql, mol nima qilish bu maqasid shariat islomiyaninki bir nimasi bu. Cho'ng bir 5 nimalardan birisi bu. Onun uchun buningga zarar bo'lgan narsalarni shariat cheklaganlik. Buni saqlash uchun. Aql bo'lmasa mukallaf nima qilmaydi. Bu birinchi qilib qalb o'lsa, buning vahiyning hech ta'siri bo'lmaydi. Yani yuqsil qalba ve yumit degilikda bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, mana haqiqatan aynan shuni ko'ramiz. Qalb qotib kelganligi uchun Qur'on yumshatilmadi. Qalb o'lganlik uchun bu har qancha Qur'onning ilmlaridan tahdidlardan bular qo'rqishmadi yani. O'lgan, tugashgan. Shu Alloh taolo dedi. Liyunzira man kana hayyan. Hayat kişiler, o'liklar bu muhatap emas yani. Bu yerdekilerden zaten şu kalbi hayatlarını maksat kılmakçı. Allah Teala ayet inne fi zalike lezikra limen kana lehu kalbun dedi. Kalbi olmasa adam öledi. O barlıkның ki bu hissiydi barlıkның itibarı yok. Bu kalp his kılgıdek, tuygıdek buluş gerek de kalp. Dünyanın fayda ziyallarına tuyduğan kalp. Şunda koşaklar çıksa eridiğen kalp, Kur'an çıksa nefretlendiğen kalp itibarı yok buna. Şu yalgı keltirip koyganı şu bu koşak müzikler bugünkü günde Müslümanlarını. Kur'an'dan huzur almay. Demek kalbini katırdı. Kalbini katırdı. Kalbini öldürdü. Biri. İkinciden zinaga çakırdı diyordu. Fahşi çakırdı. Demek ki bunu okuş jarayonida şu jim turib o'qimaydi buni. O'quvchi jarayonida odamlar qaraydi. Birisi qarab kuladi. Birisiga nima qiladi? Masalan bu Hindistonning bizning Uyg'urlarning bu nimalari bu qadar shunaqa bir nima naqshi bo'lgan yerda bu qo'shiq bo'lgan yerda muzika bor, undan keyin usul bor. Usulni normal qilishmaydi. Jismlarni har bir shaklda qilib bu qadar hayosizlik. Ondan bu zaten bu zinaga o yolg'iz qilmaydi. Boshqalar bilan shu ayollar bilan qizlar bilan o'ynashadi. Bu zinaga chaqir, zinaniki bir nimasi. Aksar o'zi qo'shiqlar o'zi o'ldim, qoldim, sevdim. Voy, fuhishda. Seni almasam ölemem, sana köyüman, sana yürükümni sug'urib beraman. Hammasi yolg'on shundaq nima qilib, saq odamni kesel qilib tashlaydi bular. Ikkinchisi. Uchinchisi mana bu haya, insonningki hayosini kam qiladi. O'qishga jarayan odamlarning oldiga chiqib, shundaq nimalar bilan o'zininki har xil jismlarni bir nima qilib, masalan, eng nachar nima qilsak, Michael Jackson. Şu kadar mundaq bir qo'llarini narlariga tutib yuradi masalan, avratlarini tutib yuradi, yeri bir qanday qilib yuradi, bu kadar hayosizlik qilib qo'yadi. İkincisi bu, yana birisi bu fisq. İmam Malik'ten so'ralgan vaqtda innama ya'maluhu indana al-fussaq degan. Buni bizni fasiqlar qilishadi buni. Fasiqlarningki shaharat qabul, yana bu dinimizda e'tibori qolmaydi. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئكم الفاسقون. Fasıqның şahadeti kabul kılınmaydı bizning şeriatimizda. Guvohchilikka kabul kılınmaydı. O'zining martabasini tushirib qo'yadi. O'zi oldingi zamonlarda shu fahsh ishlari, musiqalari joriyalar qilgan. Jariyalar qilgan. Ayollarga ya'ni. Hur ayol masalan bu narsa bilan shug'ullanmagan. Yo'q. Jariyalarda ayıp qarang. İmam Ahmed'dan so'ralgan vaqtda bir odamningki bir jariyasi bor ekan, mug'anniya. Buni satsak, mug'anniya deb satsak 30 binga oladi. Mug'anniya demasak, shu naqshchi demasak, qo'shiqchi demasak 20 ming deganda bu naqshchi, qo'shiqchi demay e'tibori, yani normal odatdagi yani cho'ri deb satilish kerak deb qabul qilmagan. Ulamolar aytishadi, bu yetimning haqqi, yetimning pulga ehtiyoji bor. Bu yerda nima qilish kerak degan. Yana bu nimalarga zaman kelmaydi. Bir qul satib olsangiz, shunday bir qo'shiqchi bo'lib qolsa, ayib bilan raddiya berish haqqingiz bor. Bu haqiqatda bu ayib bu. İnsanning martabasini tushirib qo'ydigan bir nima bu. Unda qilib yurish bundan keyin. Undan keyin bu shu chalg'u şeyler bor.
İsimleri juda köp bunun. Eli tembir deydi, dutta deydi, ravab deydi. Bu her xil bu köp isimler köp bu narsani şimdi. Daf desek mi? Daf mı? Yani köp özgürüp ketdi. Ama biz bugün günlerimizde yani bugün günde dap dilgen dap ne? Daf ne? Yani toylarda kılsan tamam diyemiz endi. Dombra. Mutashaddidim kılmasın depse dombarak deysler mi? Dombra demiz. Dombra. Yani bugün günde atı dombra bolsa, biraz özgersin mi? Yani şunu tamam kılsan bo'ladi. Toyda bir e'lon qilish uchun, biraz hoş qilish uchun deb nima qilamiz. Ondan keyin bu insonni hayosiz qiladi, insonningki martabasini tushirib qo'yadi bir nimasi. Mana shariatimiz buni e'tibor qilmaydi. Yana birisi bu bar yerden yani bu şeytanni jalb qilib keltirdi, farishtalar qochadi. Chunki bu shaytonning ovozi ya. Şeytan kelgan ekan, farishtalar qochadi. Farishta qochgan yerda balo keladi, barakat bo'lmaydi. Yani bu kundan kunga fosiqlashib, shaqiylashib bu adam islomni, musulmonlarni bu qadar bular yoqtirmaydigan, bundaq bir o'zining huzur, xiroyinchilar. Şu çekiş bilen, işiltiş bilen şu kadar şunu özümnin huzuru, rahatim şu dep ketigelikte bularım şundak bop ketip kaladı bu yerde. Böyle farishtalar kaçadı. Yani bir nimesi bu halaket. Hadisteki ilgir oğan hadisimizin ahirasta وَلَا يَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ عِنْدَ عَلَمٍ فَيُبَيِّتُهُمُ اللّٰهِ deydi. فَيُخْسَفُ بِهِمُ الْأَرْضِ diyen dimen ba. وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ diyen. Şu kavimler, şu nimelerine, şu muzika, qo'shiqlar bilan mashg'ul bo'lganlar, shundaq bir xushal bo'lishib, tag'ning tubi bir yak tushidi bular. Shunda bular mutakabbirlashib ketib qoladi. Hojatman kirib, mena bir ehtiyojim bo'ldi desa, ertaga kelasiz, erta kelsangiz haqorat qilib qaytirishdi dedi. Dedi Alloh taolo kechadan bularni, yani balo bilan halok qiladi, bir azlar qaradi bularni, yani maymun, yani to'ng'izga o'zgartib yutadi degan. Halokatning kelishiningki bir sabablaridan birisi bu. Halok kelishiningki. Andalus'ta aynen şu bolgan deyip bilmalar. Andalus'ta ahirki günlerde qo'shundoq bilan çalgılar bilan qo'shoqlar bilan çalgılar bilan mashg'ul bo'lib ketgan ispan kelib besib olgan. Bugun kunda bizning zaten ishg'ol etib qolgan ne shu? Nima desa bu sanatchilar xafa bo'lishadi buni. Her zaman o'zini maqtataman deb turadi-da bular. Nima bo'lsa nima qilaman deb turadi bular. O'zini maqtatishni nima. Ama bularga zid gapirsak xafa bo'lishadi bular. Bularni biz xafa qilish emas, ama bularning xato yo'lini ko'rsatib o'sha nima qilamiz? O'zini arzonlashtirdi bular. Yana buni moddiy zararlar ham. Masalan bir inson to'y qiladi hozirgi zamonda. To'yga xarajatga, yeb ichishga bir $1000 sarflasa, bir $3000 qo'shiq olib keladi. Shunaqa Qur'on o'qigan odamga hech bir narsa bermaydi. Bu sanatchiga zaten bir qo'shiq o'qib berish uchun buning zaten bizning Uyg'urlarda ham bor. O'tirashadan olib kelgan deyishadi. Olib kelgan, biletlarni olib kelgan, yotoq olgan, 5 yıldızlık mehmonxonadan onun milyonlarcha dollar bergan. Aynı şekilde qarilarimiz bor. Ular Qur'on o'qib bersa, hech bir narsa $1 bermaydi mesela. O naqsh buning hammasi zaten Allah fi gayri sebilillah sarf qilgan bo'ldi, qiyomat kuni buning nimasini tatidi. Durust bo'lmagan nima malni sarf qilganlik. Haram shuna qilgan narsa. Allah hidoyat qilsin. Mana bular o'zininki martabasini tushirib qo'ydigan, bundaq o'zini nima qildi? O insonga Alloh subhanahu va taolo mutavazi bo'lishni talab qildi. Bular har zaman shuhrat qozonsam, nima qilsam deb turgan odamlar bu shundaq o'zini arzonlashtirgan, gunoh ma'siyatni qatma-qat gunoh ma'siyatga nima qildigan insonlar bular. Onun birisi bu su'ul xatima deydi. Çünkü bu gunoh ma'siyat şeytan insonni gunoh ma'siyatga da'vat qilib chaqiradi. Chaqirib oxir tashlab qo'yadi. Abu Jahlni bu boshqalar qilma demelarda şeytan shu boshqalarning surti bo'lib kelib qiziq turgan, chiqmayman. Muhammad mushundaq uyruq debdi. Muhammad yolg'on gapirmaydi. Men uyruqman desa, boshqalar kelib sen chiqmasang nima bo'ladi deb olib chiqqan. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ Şu yerde işki koşun birbirini görgen vakitte şeytan kaçkan. İnni aram ala terun inni akhafullah diyen. Duydunuz mu?
Şeytan taşlap kaçıdı. Kıyamet kıldı mı? Aynen. Ma ana bi ve kâle şeytan lemma kudiyallahu innallaha va'adakum va'dal hakki ve va'adtukum fe ahlaftukum ve ma kana li aleykum min sultan illa en da'utukum festecebtum li fela telumuni ve lumu enfusakum ma ana bi musrihikum ve ma entum bi musrihiyye inni kafartu bima eşrektumuni min qabl dedi. Hüküm kılıp olgandan keyin sen bizni azdırıp bugün kunda sen ap kelipsen sen şundak aytkan edin huzurlangan kılım kılgan edin dese ben şundak dep koygan edim ben. Hiç bir kuchum yok idi. Şu avazımı şu nakşıdım keldiniz özünüz. Kıldım keldiniz. Bugün ben özümni kutuldura almayman. Sizni kutuluş vaqt tursun. Ben şu vaqtning özüde ben inni kafartu bima eşrektum dedi. Meni şirk ben tanımayman sizlerni ben. Şundak dep koydum. Dep taşlaydı. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا Karam. Ahirki su'ul hatime insan şundak şeki öyle de dünyada zaten canlar ya kafirlerini şundak kılıp ap çıkan dekin nekas inni akhaf inni aramaraton inni akhafla dep kaçkan şeytan taşlap koygan öldürülüm de müşrikler şeytan kaçtı kıyamet günde mi aynen şundak taşlap kaçındı yani bu su'ul hatim insanınki şundak bir yaman haleti ölüp gitişinki yani mesela bu nayet xatarlik bir nima şuna bundan sakınış gerek. Allah subhanahu taala bizningki ko'nglimizning rahatini, dilimizning xushal bo'lishini Qur'onga bog'lagan. Ruhimizning jallashini Qur'onni ruh dedi. Olib kelgan payg'ambarning ruh dedi. Bizning ruhimiz ruh. Ruh bilan tutashsa. Biz insonlarimiz tuproqdan yaralgan. Shunga shu tuproqning ustida mangib yursak putlarimiz og'rimaydi ekan, yani o'zining moddasining ustida mangsak. Bu dunyoda, bilasizmi? Sahradagilar uning uchun kasal bo'lishmaydi. 80-90 yaşta hiç ayağım ağrıdı deyişmeydi. Ruhimiz ruhqa bağlansa bizninki o vakitte bizning ruhimiz, maneviyatimiz jalliq turadi. Biz kesel bo'lmaymiz. Bugun kunda ko'p keselning xafaligi zaten ruhning zaifligi. Ruh o'ziqini ololmagan. Allah'ın zikrinden uzakda. Allah'ın uzalgan. Yani bir mafasid desek bana Allah'tan uzaklaştırdı. En birinci biz Allah'tan uzaklaştırdı. Liyudilla an sebillah diye ayette. Lehuvel hadis liyudilla an sebillah bi gayri ilmin. Allah Teala'nın yolundan azdırış için diyen. Allah'ını unutuldurdu. Şunun bile meşgul kılışıp koyadı. Bana bundan katta bir balah olmaydı. Allah Teala ve men a'rada an zikri fe inne lehu maişeten danka ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. قال رب لما حجرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى kim menin zikrimden yüz öğresi burulsa bu dünyada şundak bir sıkıntı, rahatsızlık, her zamanlık şundak bir dinmede yaşaydı bunlar. Kıyamet günü kör kopuruldu bunlar, közü yok. Ya Rabbim ben körer idim. Niye ki bundak ama körme oldum diyen. Menin ayetlerimni körlük kılgan sen. Şundak menin ayetlerimni körmez boldun. Bugün günde bana Kur'an'da var. Hadis var, ulaşmıyordu. Şu Kur'ancı kabul kıldım kılmadım bilmeymen. Ama dua kılman Allah subhanahu teala şu Kur'ancıya hidayet verirsin. Bana özü iman edilen Kur'an'dan delil hep geldik biz şu. Hamid degenge bir Kur'ancı var. Bu kadar echalul cuhal yani bu cahil ki bu. Özünün cahillikini bilmeydiğen. Vallahi. Cahil, murakkep. Özünün bir narsa bilmeydiğanlıkını bilmeydiğen cehalet değil mi bu? Allah şundak turguluk yani gapirip özün dana köp narsalarni biladigan olimlar bilmas yani. Onun kallasi da shuncha yil o'qiganlar bilmagan. Bu bilib qolgan yani. Bu xislat faqat payg'ambarga ham Alloh subhanahu va taolo ko'ksini yarib, zamzamni yuyib, buni hikmatni to'ldirgan. Jibril alayhisalom orqali undan keyin Qur'on kelgan. Qolgan hammamiz tirishib alif ba tasadini o'rganamiz, o'qiymiz, bilamiz. Ammo bugungi kundagi jahillar o'qimasdan bilgan. O'zining jahilligini e'tirof qilmoqlikda, men jahil murakkab deganman bu. Mana shunda ko'r qilib qo'yadi. Bu şey yapırdı bu nemeden dese bugün günde şu nakşi müzikini dipa kılıp bana bu Kur'an'da bir taraf ben Kur'an'da işenemen dep duradu ama nime ki kılmıyoruz bunu kılıp nime paydalasan. Mesela gelsek bu delildin. Endi özümüzninki normal özümüzün cemiyetten bir nime epkeleylik delil epkeleylik desek cemiyette bolsa bu nakşi müzik nime epkeleylik desek bir xil insanını duyusu epkeledi bu. Deyuslik ne? Qo'rilmaydigan. Qarasak qizi sanatchi bo'lganlar boshqa birining o'g'li bilan chiqib naqsha aytib shunaqa qilishib yuradi, masalan. Otasi hech qo'rilmaydi yani. Qo'l alishib yurashadi. Masalan, har Alloh panoh bersin yani. Shu nimada sahnaga chiqdi bular. Televizyonga chiqdi. Odamlar to'shaq nimaga chiqib nima qilishadi mana. Otasi balki ba'zilar
bunun xotini bunun eri bilan, onun eri bunun xotini bilan chiqib ko'rdi. Ha, bu shundoq ishlaydi mana. Bu shu yerga apirib keladi. Shu turgan bir shahvatni qo'zg'aydi. Bilasan, bu musiqa chiqar ekan, naqsh bo'lar ekan. Masalan, jahiliyatda she'rlarda o'sha nimalar bor. Masalan, shundoq mubolag'a bir shoirning nimasi bor. Fama hiya illa an araha faja'atan fa'ubahat hatta ma akadu ujibu deb nima qilgan. Men uni ko'rsam, ya'ni aql yushimni yo'q qilib qo'yaman. Gapmi kelmaydi menga deb shunday deb qaradi. Aynan. Ya'ni hamma tilda zaten bu naqsh qildiganlar ashundaq deyishib, yosh bolalarni buzadi, hayosiz qiladi, shahvatni qo'zg'aydi. Hamma bolani olib keldi. Shu Ibn Taymiya degan bu yerda bu naqsh musiqalar bu nimalarni bu hamrun nufus degan bu. Nafsini bunda bir mas qilib qo'ydigan narsa. Ya'ni hiya taf'al ma la taf'aluhu al-kugus degan. Bu naqsh musiqa qilgan, bu haraq ishib qilgandan ziyodaroq qilib qo'ydi degan. Mas bo'lsa, hushini yo'qotib uxlab qoladi. Vallah. Ammo buning hushi bor. Buning shahvat kelsa qo'zg'alib shu gunoh ma'si keladi bu. O mas ishdi. Mas bo'ldi, yotdi, pullarni o'g'riga berib qoladi bu. Olib ketadi. Gunoh ma'si boshqasi yaqilib turib qoladi. Bu musiqa, bu qo'shiqlar bu qo'zg'atib zaten haqiqat gunoh ma'siyatni qildirib tashlaydi bu. To'g'rimi yo'qmi buni amaliyotdan kelsak? Mana shu qadar buningki bunda bir zararlari bor. Bu qadar zararda. Masalan, bugungi kunda shu Qur'onchiga aytaman men, bizning Uyg'urlarni ko'rgan kunni dunyoda bir inson ko'rmadi yani. Bu qadar shunday bir ohanatga qoldik. Alloh ko'tarib bersin har musulmonning boshidan. Her kun zaten biz ishsak, onun qizini bu Xitoyga olib beribdi. Onun atası u yerda o'libdi, buning uyda Xitoy yetibdi degandan boshqa bir qo'yni eshitmaymiz biz zaten. Onun atası 3 yil burun nimada o'libdi ekan, buningki boshqa o'libdi ekan, kelib g'oyibon namoz o'qib o'tiramizda. Her kun o'limdan boshqa musibatni eshitmaymiz. Ya'ni nimaga sen nima qilasan? Nimaga sen butun musiqani ishtasan? Usul o'ynaysan sen? Aql hareket yani. Ya aql dedim ya, yufsidul aql dedi ya. Şu kadar buzuqliq yani. Normalda Arap İslami devletlerinde şu beraber vezir ölse ya ki aile, hakim ailesinin birisi ölse şu radyo nimelerde musiki çıkırdı. Şu çıkmıyordu. Bir kaç gün işide musikisiz kılıdı. Her gün matemde yaşayaptığımız biz Uygurlar. Sen bu musiki hakkında toylarımızda bu toy degen bir ibadet, peygamberimizin sünneti bu. Bu toyda sana nime geldi bir yerde. Kelse sen nime kılmazsan özünün küçük balalarını alıp gelip şu dafta biraz ağız çıkarıp nime koysa küçük balalar biraz bir nimelerini kılsa болады ama pul verip bunu alıp gelip koysan onun her bir nimesiga sen nime kılsan. U yerdeki hemmesi ısrapçılık. Hiç itibar yok. Kana ötkendim işittim. Toyga zaten mehriga kızga Özbekistan'da değil o. $1000 bergen. Ama toyzarda o toyunu ziyafetini o kadar kılgan demeydi. Fakat şu nimeler kamerani alıp gelgen, senetçiler alıp gelgen $100.000 ketken dedi. 3 gün devam etken deydi mi? Hep devam etti deydi mi? Bir kaç gün geçe şu qo'shiqlar devam etişken. Kaşki bu yemekti mi bu pilavlarını yaxshi pişirip kılsa normal deydi. O yemek o kadar yemez. Ama fakat oyun tamaşa şu naqshi qo'shiqlar şu kadar köp bo'lgan deydi. Şunga bergen. Bu ısrapçılık innel mubezzirine kanu ihvane şeyatin. Bu ısrapçılık bu kendisi. Bu yerde Gazze'de burada açlıkta öyleydi. Öyle bassa. Şu mu bizim musibetimiz? El muslimune ke cesedin vahidin iza ishtaka udhun minhu tada'a lehu sairul cesed bil sahri vel humma. Müslümanların hemmesi bir cisim okşaydı. Cisimden bir yer ağrısa hemme yeri rahatsız болады. Tiş ağrısı bütün cisim ağrıydı, başka hemmesi ağrıydı. Kardeşlerimiz uyada ölü vassa, Uygurlar uyada ölü vassa, Kazakistan'da kılı vassa her yerde. Bugün kopap sen müzik çalaman, ona pul veremen, ona kılaman. Hareketi aklın yani seninki. Subhanallah. Bu bununki zararlar. Bu köp ama bu uzun olmaslık için bu kadar kifoya qiladi. Oxirgi savol shu bilan kifoyalanamiz. Musiqani halol deydiganlarni dalili nima o'zi? Dalil bormi o'zi? Bo'lsa qanaqa nimani dalil qilishadi? Shunga o'xshash masalan bizningki shu Qur'onchi halol qayerda dalil bor? Qur'onda bormi? Hadisda bo'lsa qabul qilmayman degandek ba'zi bugungi kundagi ba'zi olimlarmi hokimlarga yaqin bo'lganlar xos holatda hokim kelganda qarshilab olish, davlat sozlari chiqqan vaqtda chalish deganlarni nima qilgan? Ama bir yerde
ulamolar aytgan am kelgan. Bu amni hokim kelganda chalsin deydigan istisno xos qilingan nima yo'q. Hokimni xush qilish uchun zamonimiz bu deb uni qildigan Yahud Nasarani kelgan. Payg'ambarimiz degan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Shular nima qilsa shuni nima qilib taqlid qilishib qilgan. Ilgarilarga ergishib ketishdilar. G'irich. Hattoki shu kilarning kelimasiga kirsimi, tushib kirib ketishlar arqasida degan. Shuni taqlid qilib qilgan. Shuni do'rab qilishganlar bular. Alloh hidoyat bersin. Birinchidan Qur'onning oyatlari mana. Qur'ondan 3 nasl olib keldik. Ular buni nima deb desak ham durust deganlar. Buningda ochiq, buningda bu muzika harom degan gap yo'q. Lag'vi dedi. Bu maazif, ag'ani degan gap bo'lmadi. Uning uchun bu nima olmaydi degan. Sababi nuzul desa, sababi nuzulmi sabit emas deyishadi. Hadis kelsak bular nimada? Hadisda undan keyin bu Buxoriyning hadisi, Buxoriy hadisni ta'liq rivoyat qilgan. Ta'liqan degani sahobiyni nima qilib tushirib o'tib. O sahobiyalarningki ba'zi nimada nima olib kelgan. Abi Malik degan yoki har holda ikki nimada zikr qilgan. Desa bu İbn Hazm rahimahullah bu hadisni zaifga chiqargan. Bu majhul odamni zikr qildi. Bu sahabiy nima emas degan. İbn Hazm normalda zahiri mazhabda. Bu masalan ahli sunnaning ichida emasmi degan ko'z qarashlari bor. Odamningki xatoliqlari juda ko'p jur'at qilgan. Ko'p o'zi nimasi oldidan o'tmaganlarni hammani xato deb chiqargan. Ba'zi ma'ruf sahabelarni til tekkizgan. Buxoriyda bunga hech bir odam İbn Hazmni qo'llaganlar yo'q ilgaridan. İbn Hajarni qo'llamagan, Navaviyni qo'llamagan, o zamondagi İbn Abdulbarni qo'llamagan. Buni hammasi qarshi chiqqan. Bugun kunda shularmi İbn Hazmning ko'z qarashlarini olmaydiganlar faqat o'zining mazhabiga bir dalil chiqarish uchun yani İbn Hazm degan deb shunga asli bo'lalik. İbn Hazmning deganiga biz qabul qilmaymiz İbn Hazmning qilmasini. Bu İbn Hazmning o'zining mustalah hadisda chiqargan bir nimasi qoidasi bo'lib, bu degan ko'z qarash o'zining yozgan qoidasiga xilaf chiqqan. Bu biroz uzilib qoldi, bizning avomimiz buni tushunib bo'la olmaydi. O'zining qo'ygan davobit qoidalarga bu ko'z qarashi zid kelgan. İbn Hazm bilan yana bir kishi bor, ammo bizning bu boshqa tarafdan bu bir sura juda ko'p olimlar e'tiborga olingan olimlar bor. İbn Hazmdan kuchlik. Ya'ni İbn Hazm zahiri mazhab biz qabul qila olmaymiz. Ko'p ko'z qarashlari bor, zaten bu yaqin bo'lmaydi. Bu dalilga o'tmas ekan. Dalilga o'tmaydi. Faqat shuni zaif degan uchun buningki nimasi yo'q, bu kuchlik emas, bu hadis zaif, oyatda ochiq dalil yo'q deb kelib undan keyin bu bugungi kunda odamlar, endi Yevropa xalqlari desak, bular shu naqsha, shu qo'shiq muzikalarni eshitib ko'ngan odamlar. Bularni biz islomga da'vat qilishda uni harom deb bersak bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo huvallazi ja'ala lakumus-sam'a wal-absara wal-afida. Yani inson his, havasil xamsida eshitish bilan, ko'rish bilan, tutish bilan rahat bo'ladi yani. Ular aytdik. Yani quloq nimani eshitib rahat bo'ladigan narsa inson bahramand bo'lish kerak deydi. Ya Alloh. Yani qo'lingdami tutish bilan, nafsingdami nimani yeysang bo'ladi o zaman. Yani rahat bo'lgan narsa yesinmi, qilsinmi nima qilsa, faqat aqlga uyg'un emas. Alloh. Yani ular olim, to'g'ri. Mesela bunday nimasi Qardaviy rahimahulloh shunday nima qilgan? Qardaviy boshimiz ustiga olim. Ammo bu yerga kelgan ko'z qarashida men ana la aqtani degan nimasi bor. Hijob nimasida men qanoat qilmayman, bu nimani qanoat qilmayman. O'zining juhdi, o'zining bir ko'z qarashi, biz buni halqa ozg'in deb nima qilamiz, ammo qabul qilmaymiz. Olimligi rutba o'zining yerida biz buni qabul qila olmaymiz. Masalan, Qur'onning nimasida Alloh subhanahu va taolo bu Alloh taolo zikrdan buyurib qo'ydik ya. Afamin hadal hadisi ta'jabun va tadhakun va la tabkun va antum samidun. Ajoyib qayg'iliq deb. Sizlar mushu Qur'onning oyatlaridan sizlar oyatlarni eshitganda ajablanib, deb nima qilib qo'yasizlarmi? Yani kulib yurasizlarmi sizlar? Yig'lamaysizlarmi? Buni ko'rib Rabbinglarning sizlarga bergan ko'p in'omlardan ta'sirlanib yig'lamaysizlarmi? Buning shukr qilmasanglar azoblishdan qo'rqib yig'lamaysizlarmi? Va antum samidun.
naqsh yoqib yurasizlar sizlar bu yerda o'ynab dedi. Sumud bu yerda İbn Abbas rahimehulloh yozgan ala lugati himyar al-ghina deydi. Bu yerda bir qarindishimiz shu Azhariylardan, Şeyh Qaradavining talabalaridan tercüme kelganda shu Samidonning kelimasi chiqmayapti-da. Azhariylar buni joiz deb qaraydi. Alloh afv qilsin, hammamizni haq hidoyat qilsin. Yana bir nimasi bu naqshlar, ya'ni qo'shoqlar, musiqalar bir millatning madaniyati deydi. Men Uyg'urlar qilmang. Biz Uyg'urlar matemda yashayapmiz. Buni cheklashimiz kerak desak, damulam bir Uyg'urning madaniyati, millatni saqlab qolish uchun madaniyatni atir chiqarib turib saqlamasak bo'lmaydi. Maşallah. Din bo'shab ketsa mayli ekan. Naqshi musiqa bilan, qo'shiq bilan saqlaydi ekan Uyg'urniki. Uyg'urni saqlab qolish, ya'ni shu nima bilan saqlaydi ekan. O zaman undaq bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chiqqan vaqtda shu nimalarni ko'p nimalarni cheklagan. Arabni saqlab qolish bo'lsa, shu shimdagi shirklarni nurg'un xafalikni qiladi. Ammo fitratga, dinga uyg'un kelgan ba'zi ishlarni qo'ygan. Sehilik bor edi, boshqa nimalar bor edi, uni qoldirgan. Bu Uyg'urning nimalarimi qandaq nima? Madaniyat bizning dinimizga. Yana birisi bizda shaman, yili odinga, yili manaviylarga shu nima qilgan nimalar bor. Buddist nimalari. Yaqingacha bor edi. Qoldi. Shamaldab qolsa yo'llardan o't nima qilib kelib o'tni taqdis qiladigan. Kun sher kepti. Men shu kun turklarda umuman shunday nima qilgan nima bor. Bu yerda yolg'on gap qilmayman va qo'limda tuz turibdi deb shunday narsani taqdim shirkiy gaplarda buning hammasi. Buni qabul qilmaymiz. Ya'ni millatni saqlab qolish din bilan. Biz o'lgan vaqtda millating nima deb so'ramaydi. Isming nima? Sen kimi yo'q bizda. Ol Alloh taolo biladi bizni. Faqat bizga Rabbing kim, dining nima, rahbaring kim bu savol bor. Sen kim yo'q yani. O'zbekmi, Uyg'urmi, qayerdan? Bu dunyoning boshqa. Isming nima? Qayerdan? Pasportni yerlikdi nima qildi ha? Biz tamam o millatni saqlashga tirishimiz. Millatni saqlagan vaqtda shu yurtimizni saqlab qolg'il bo'ladi. Batilning usulini qilmaymiz buni. Ya'ni bu nijosat bilan istinjo qilg'il bo'lmaydi. Bu durust deganlarning nimasi? Bir shu Qur'onda ochiq nima yo'q. Buningdan murod tamam. Lag'vi desa, sen bu g'inaning, musiqining foydasidan bir foydani so'zlab bergan emas. Biz mafasida so'zladik. Sen durust desang, buning favoidul g'ina val musiqa. Qo'shoqlarning bir foydasini so'zlab ber desak, millat saqlab bundaq batil bo'lmaydi yani. Sening hech qabul qilmaymiz buni. Millat buni bilan saqlanmaydi. Bu millat shuningga berilganlikdan keyin bo'lug'liq. O zaman qani bu chalg'anlar qolmadi ya. Bu bundaq bu naqshi musiqa qo'shoqlarga berilmagan paytlarda kuchli edi. O'zimizning ishidagi masalan mufakkirlarmi bu bundaq nima qilgan odam bir xil nima deb qo'yadi? Muhannas arabcha deydi. Bir xil biz Uyg'urcha deymiz, xanak mijoz deb qo'yadi muhannasni. Ayolga moyil bo'lgan. Shundaq bir o'zlarini shundaq qilib yuradigan bundaq odamda xunasa emas, muhannas ya'ni buning tabiati mijozi ayol mijoz bo'lib qolgan. Xotin mijoz bo'lib, bundaq odam bundaq bir chiqib bu nima qildigan, bir jihad qilish, buning bunda bir g'urur yo'q bunda. Bu her zaman o'zini damlatib, o'zini ko'ksiman deb maymunning o'zi bo'ladi yani. Chalsa o'ynab yuradi nimada. Shundaq bir yurt qamakasi ayolini tashlab qochadi deb. Ilgirkilardan birisi shunaqa aytadi ekan. Dadasi bu maymun shundaq bir yaxshi nima ekan, ayolini o'ynatib qo'yadi ekan. Siz shundaq turasiz shirga o'xsha, qo'rqitib odamni. Qo'rqatmay bu maymundek bundaq qilib qo'ysangiz, shundaqmi? Keling. Men sizga maymonni bir ko'rsatay. Deb qarasa, shu maymun o'ynatib nima qilgan? Shu yirtqichak, shirtkasi ayolini tashlab qochgan. Shirni ko'rsatgan. O shir o'zining labu asridan hargiz o difo qildiki, qat'iy nima qilmaydi. Ya'ni shu sirtlandan shu shir nimani qo'rqiydi. Shirdek bo'lganim yaxshimikan yo maymundek o'ynab yurgan yaxshimikan? Bunda o'ynab yurgan odam tashlab qoch. Dedim ya, o'ynab yurganlar o'zining xotinini boshqa nimalar o'ynatadi yani. Shundaq deyus bo'ladi bu. Siz bugungi kunda durust desangiz,
bu qancha nimani olib keldi durust deydiganqa. Nima deb siz bugungi kunda boshqalarning ko'ngli xohlagan narsani aytib berib, yaxshiroq bo'lishga nima qilasiz? Ama haram desek qabul qilishmaydi. Deyishingiz kerak. Wala yakhafuna fillahi lawmata la'im. Haqni aytib bir kimdan da'vat qilmasin. To'ylarga chaqirmasin. Bizni gapirishga taklif qilmasin. Biz haqiqatni aytib qo'yish bizning majburiyatimiz. Hech buningki bir nimasi yo'q, vallahi. Ilmu indalloh. Biz bu yerda bilmaganni ko'p bilganmi qilib olmaymiz. Ammo bizning ko'rganimizda hech bir ilgarki salaf olimlar, solihlar eng buningda bizning Hanafiy mazhabda juda og'ir, qattiq yani buning tutgan mavqifi juda og'ir tutgan. Boshqalar biroz makruh kabairdan desam-o, bu Hanafiy mazhabdagi ba'zi olimlar buni zaten haram, buni kufr, at-talazzuz bihi kufrun degan shunaqa bir og'ir nimalarni qilgan. Lazzatlansa kufr degan. Buni ularningki bu hadisni unda ta'ni qilishi, hadis sahih. Bu hadisni Buxoriy ta'liq rivoyat qilgan bilan Tabarani boshqa 10 raviylar u nima qilgan, u majahil sahaba, sahabaninki bunda bir majhul qilishi, Buxoriyninki tashlab qo'yishi hech zarar yetmaydi bir odamning nima qilmishi. O sahabaga yetsa bo'ldi. Kulluhum udul dedi. Undan keyingilarini bilishimiz kerak. Abdusabur desa, Abdusabur kimning bolasi, qayer kimda o'qigan, alsaq boladan bo'lmaydimi deb nima qilgan. O sahaba kelgandan keyin yo'q. Ularga suhbat sharafi bilan hosil bo'ldik, ularningki hech qanday nimasi yo'q. Ammo ma'ruf bo'lgan hadisni ulashtirgan boshqalarning Tabaranining rivoyati boshqa rivoyatda u mavsul olib kelgan. Qurtubiy rahimahullohmi tagliq degan nimasida olib kelgan hadis, ya'ni mavsul rivoyat qilingan hadis kuchlik. Boshqa hadislarmi bor? Qur'onning ichidagi shu lahviga, bu naqshining foydasi bo'lmagan bühöd narsa am kirib ketadi. Bu shuning ichidan chiqadi bu. O sizning bunun ochiq dalil yo'q deydiganga, nima yo'q? Biz aytib aytgandek, wala taqullahuma uffinning o'zida ham yaxshilik qil degan ekan, ham yomonlikning hammasi kirib ketadi. Ota-onaga bir narsa bermay, azob berish hammasi harom bo'ladi. Bu yerda siz faqat uf demadi. Undan keyin ursa bo'ladi, tashlabasa bo'ladi. Bir narsa berib deydigan gapingiz yo'q. Mafhum muxolafa. Ko'p nimalar kirib ketadi. Lag'u dedi. Undan kirib ket. Allohning yo'lidan to'sqan, Allohning yo'lidan mashg'ul qilib qo'ygan narsaning hammasi harom bo'ladi. Shu ag'ani, shuning dimlasi. Buning mafasidlari yana juda ko'p, vallahi. Yetarli shu qadar. Deyus qilib qo'yadi, hayosiz qilib qo'yadi. Nima bo'lsa bo'ladi bundan boshqa. Bu mafasiddan boshqa. Siz bitta narsani so'zlay olmaysiz siz. Faqat millatni saqlab qolama degan hech bir nima. Buni bilan saqlab qolmadi payg'ambarimiz. O'zgartdik. Iymon bilan saqlaymiz bu millatni. Faxrlanamiz. Tanmaymiz qattiq. Tansak bo'lmaydi. Allah taolo bizni nima qilgan? Ammo bu iymonimiz, e'tiqodimiz bundan ustun turadi bizga. Shu orqali saqlab qolamiz o'zimizni. Bu xulosa, ya'ni bularda dalili bir hech bir dalil yo'q. Dalil yo'q. Shu hozir zamonga moslashib biroz hamda ijtihodda biroz ketib qolgan deymiz. Ularni ko'p ozg'unmi deb nima qilmaymiz. Ibn Hazm buni durust degan kishilar, unda çünkü itibarı yok adamlar. Bir yer kelgen çağda azlı olgan. Bu şu tayanganlarmı İbn Hazm'ni o kadar kabul kılışıp gitmeydi yani. İbn Hazm'nin fikir dünyasıdır mı? Onda köp bir fetvasının itibarı yok. Hadisimlerin köp hataları köp. Hem gibi yok. Alıdığın yerler var. Bazıları yaxşı tarafları var. Ama bunun doğrusunu çıkargan başka ulemalar. Bu kitap kalgan deb. Kullun yu'khaz min qawli ve yurad İmam Malik'nin nimesi degen. Bu yerde bizim İbn Hazm'na rütbesini düşürüp atmayımız. İbn Hazm alim nima bo'lmasa, foydalımız ilmeden uygun kelgen, cumhur bilan birli bo'lgan yerlerde. Qur'on sunnatga to'g'ri kelsa. Shunaqa. Ammo bularninki mesela Şeyh Qaradaviy shuningdek, o kishi muzikani shunaqa nima qilgan ba'zi yerlarda. Tamam. Ba'zi deb qolamiz, shahvatni qo'zg'amasa, shundaq bir nima bo'ladigan muzika bo'lsa deydi. Ammo ma'azif muzika itlaqan nima qilgan? Agarcha ba'zi harommi, ba'zi harom, ba'zini yuqori. Zaten bu da disco, tansığı nima qiladigan muziklar bu hakikaten bu beter endi. İcmoviy harom. Biraz normal nima qilsam, yani bo'lmaydi. Umuman bu nimaga qarang. Allah subhanahu taala bizga ota-onaning haqqini so'zlab berib bizga otamiz bilan qasam qildi. Va validin va ma valad deb. Yani Qur'onda Allah taala yani yüzü bilan payg'ambari bizning ota-onamizni bir yerda zikr qilishga rozi bo'ldi. Boshqa hech bir odamni qo'shishga xohlamadi Allah subhanahu va taala. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil walidayni ihsana. Va wassayna al insana bi walidayhi ihsana.
Şuningdan biz ota-onamizningki qadrining naqadar yuqoriligini bilamiz. Bu yerda ota-onamizni eslash uchun bu yer naqshi musiqidan bir onam deb yig'lab o'tirdi vallah. Vallah. Bu oyatni o'qib bersa qarang, ota-onamizning qadri naqadar yuqori ekan. Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda shunday aytishibdi, mana bu Qur'onda deb uni yig'lamaydi. Naqshidan huzurlangan odam Qur'ondan huzur ololmaydi vallah. Shu qadar olib keladi. Buningdan betar zarar bo'lmaydi buningki. Allah razı olsun. Cezakumullah. Barakallahu fik.